Siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranında. Assalomu alaykum. Kim qada olangiz? Yaxshi, Alloh shukr. Yana o'tayli tez. Nima uchun sizlar Malayziyadan udul Turkiyaga kelmay, Malayziyadan nima uchun Indoneziyaga berib qoldinglar? Mushuna bir izohatini bersangiz. Biz Malayziyada uzun turib qoldik, bir necha oy turib qoldik. Turist jarayonida iqtisodda asliy boshida yo'l yo'q, adam yo'q. Shu sababdan bu yandan o'yishib Indoneziyadan bir Turkiyaga berib qolsak, ashadu asarab bo'lib qolsa degan umid bilan shu Indoneziyaga qochoq yo'l orqali o'tgan. Yerni xil uzun turib qoldim. Shu sababli bizda Malayziyada boshqalar kelgan bo'ldi, boshqalarning yo'li yetib qo'ygan bo'ldi. Ham sizlar alaydi shu urinib bo'lmay qolgan yoki Indoneziyada boshqa bir alaylikni azanchilik yoki bir yangi yo'l degandek bir ortiqchilik bo'ldimi? Sizni qiziqtirgan narsa nima shu? Bu qadriyatimiz ma'noshimizdagi sababda 2014-yilda bu yerda bir necha yuz yoki bir necha 10 odam emas, bir necha ming odam bo'lganlikdan bu yerdagi 2014ga 2015 kishi oraliqdagi bo'lgan ahvoldagi odamlarga bu yerdagi butun Uyg'ur jamoatiga inshaalloh ayon hammasi. Shuning uchun bir 500 qatib pul iqtisod tutgan oz qolgan degan kiraga yoki biletki qag'idek vaqt qilishmagan ekan bu yerda o'lchib o'tib qolgan. Boshqa hech qanday bir Indoneziyada turib qilish yoki Indoneziyada bir yerga berib shu yerda jon berkish bunday maqsadda o'tmagan. Undaqda Malayziyada şu vaqtning o'zida Uyg'urlar ko'p, saqlab turayotgan Uyg'urlar ko'p. Indoneziyada bir yangi bir yo'lni ichish, bu yer Uyg'urlar bo'lmaganlik uchun bu yer qulay bo'ldi, oson bo'ldi deb o'ylashga bo'ldi. Shu sababdan o'tib qolgan. Sotda sizning shu yerdagi diniy radikal guruhlar bilan munosabatingiz borligi, hatto ularning a'zosi bo'lganligingiz, ular bilan hamkorlashganligingiz haqida hukm chiqqanligi aytildi. Sizlar qanday bo'lib u guruhlarga bog'lanib qolsizlar? Bizga yordam qilib, bizni Turkiyaga ketishga yordam qilmoqchi bo'lgan pasport jihati bo'lsin yoki Turkiyaga jihatda bizga yo'l izlab, yo'l tepib bermoqchi bo'lgan deyishgan qochoqlarniki masalasi borliqdan ularni tutgan, ularni so'roq qilib bizni ularga chetib, bularningga terrorchilik bilan munosabati bor deb hukm chiqargan. Lekin bizning hech qanday Indoneziyada yoki terrorlikqa aloqador bir asbab, bir isbat yoki hech qanday bir terrorlik qilgan yoki bir odamga bir zahmat yetkazib qo'ygan hech qanday bir ishimiz yo'q. Faqat shu biz Indoneziyaga kelib Indoneziyadan Turkiyaga ketish jarayonida qochoq bilan ko'rishib, qochoq bilan paranglashgan, qochoq bilan bunda yerga yo'l izlab mangan. Shu jarayonda bizning shu bilan munosabati va bu terrorchilar bilan munosabati bor ekan, bizni ashunda aytgan. Ameliyat sizlar shularga munosabat qilgancha chaqda, ya'ni pasport ehtiyoji bilan Turkiyaga minish ehtiyoji bilan shular bilan munosabat qilgan chaqda ularning kim odam ekanligini, ularning qaysi tashkilotga mansub ekanligidan xabaringlar bormi yo'qmi? Hech qanday xabarimiz yo'q, chunki bizga mayli ingliz tilidan bo'lsin, mayli Indoneziya tilidan bo'lsin, bizda beklam ojiz aniq bir tushunib paranglashgan. Shuning uchun biz hech qanday bir ularning kim odamligini yoki asli qanday yaxshi odammi, yomon odammi biz uni hech qanday bilmaymiz. Lekin biz tavakkul qilib, biz yordam qilib qolsa, shundan Turkiyaga ketib qolamizki degan maqsadda biz ular bilan nega borishga, nega ergashgan. Shu vaqtda hamda sizni Malayziyadan Indoneziyaga olib borgan kishilar yoki shu yo'lni ko'rsatgan kishilar bilan siz qanday bir sharoit uchrab qoldinglar? Ma'lum bir vositalar orqali biroz tanishdingizmi yoki sizlar o'zingiz yo'l izlash jarayonida tabiiy pushtim tutib turgan odammi? Sizni shu Indoneziyada menish oson degan odamlar kim odamlar? Mushaqli bir ma'lumot bera olasiz. Qanday bu yerda Malayziyadan Indoneziyaga o'tish jarayonida bizga shu Malayziyada
yo'limizni mangan, bizga yordam qilgan Turkiyaga qancha odamlarni Turkiyaga sağan ismi Çakar deb bir ismini qo'llangan bir qilmishimiz. Shu yerda yo'l mangan ham shu yerda Indoneziyadan Malayziyaga Indoneziyaga o'tish jarayonida shu birodar yo'lni o'tishib bo'lgan. Undan keyin aldan şu adamiyat yetişip koygandan keyin Indonezya'da turist jarayonida bir taksi şoförler bir yerden yol izleş, bir veriş ayrımlar tarafga berish yol izlesh jarayonida shuni taksi şoförlerini so'rash orqali shu taksi şoförler pul berish orqali bu ahvolga kelib chiqqan. Sizlar bilan shu radikal guruhlarni tanishtirgan, pasport ehtiyoji bilan tanishtirgan shu kishilar, shularning kimligini, o'tirdagi kishilar ularning kimligini bilmamdi. Buni siz bilamsizlar. Biz bilmaymiz. Nimada? So'roq jarayonida sizlar yoki siz shu ayblimini ular bilan bo'lgan tashkiliy munosabatlarga bog'liqini e'tirof qilgan mayli majburlash bo'lsin yoki bilib yoki bilmay bo'lsin qo'l qo'ygan ayronlar bormi? Bizni so'roq qilish jarayonida bizni qiyinchilikda qolgan bo'lsa-mu, biz faqat e'tirof qilmagan. Ham e'tirof qilmay ta so'roq oxirlashgan qadar sud oxirlashgan qadar e'tirof qilmagan. Lekin bizningki qo'l qo'yish masalamizda hammasi Indoneziyaning tilida bo'lganlikdan bizga tarjimonlarning Indoneziyachani o'qib tushunmaydigan va bizning o'zimizning tushunmaydigan bo'lganlikdan bizni qo'l qo'ygan. Lekin qo'l qo'ygan narsani bizga tushuntirib turinglar desak, inglizcha bilganimizcha tushuntirgan, inglizcha tushuntirgan, azroqli tushungan, qisqacha tushuntirib qo'ygan. Lekin bizningki u aniq bizni terrorlikqa voqeasiga chetishga qarashga o'zimiz bilib turib qo'l qo'ygan yoki bilib turib e'tirof qilgan manda ishlar yo'q. Ondaqda men gapingizga qaraganda shuni qo'l qo'ygan chog'da shuni tushunmay qo'l qo'yib qoldingizmi yoki shu majburlashib qiyiqcha qilib qo'l qo'yib qoldingizmi? Majburlash bilan qiyiqcha bilan qo'l qo'ydik. Har ikkisi bor. Chunki saqchilar bizni adam yo'q yerda beshimizni qora xalqni keltirib qo'yib turib qattiq tuzlagan va nafasdan tuzlagan bizniki uyat yerlarimizni siqqan, qattiq qiyinchilik ilib qasdan. Andan keyin ishning oldiga kelib chiqishga temshirgan nurg'un ishlarni biz nimsa ba'zi vaqtda degan yerlarimiz ham bo'lgan. Chunki qiyinchilik qattiq ilibgan. Ya'ni sizlarni shu radikal guruhlar bilan bog'lab hozir ayblandinglar, shu radikal guruhlar bilan sizlarni tanishtirgan odamlar hozirmi bormi? Ular bilan keyin bir so'zlashgan ahvolinglar bo'ldimi? Hozir aloqanglar bormi shular bilan? Aloqamiz yo'q. Bizdan aralashgan odamlarniki nechta sotda keldi, sotga kelgandan keyin ularni kesmay qo'yibdi. Ular undaq indoneziyaliklar bo'lamdi. Indoneziyaliklar. Vaqtim to'shab qoldi. Ko'rishdik. Bo'ldi, rahmat. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida indoneziyalik mahbus Ahmad Bozog'lamning Malayziyadan Indoneziyaga safar qilish, tutilish va so'roq jarayoni haqida ma'lumot berdik.